Ishonavering, 4 ta nogirondan ko'ra bitta normalni o'ynashni biladigan o'yinchini topmasangiz hayotingiz go'zallashib ketadi. Men ham o'zimga o'xshagan bitta jijime sherik topib olganman. O'zi ham 24 ga yetdi, birga rang ko'taryapti. Va shu o'yinlarimiz davomida har doim har xil vaziyat bo'lyapti. Masalan, hozir bitta o't yotayotgan esa sherigimiz jonini chiqarib qo'ydi. Demak, endi shayton beyimizdan qasd olishga harakat qilamiz. Jigar beyimizni beli og'rib qoldi shekilli, daja turishga ham usbet qilmadi. Keyin shu bo'yi jijime sherigini ko'tarib aylanib yurganimizda talpanichiga qo'shilib qolibmiz. Ishonaveringlar, 4 ta odam otganmisan, to'rlasida ham o'zini ko'taradigan lovechasi bor. Qayerdan olishyaptiga hayronman. Endi chiqmagan jondan umid. Boshimiz topgan tarafga granatani otaveramiz deb turgan mahalimda Megamiya sherigimi yana jonini chiqarib qo'ydi, lekin ko'tarishga shashilmaymiz. Chunki o'yin tomondagi odamlar meni ham yuragimni oyog'im tagiga tushirib qo'yishi mumkin. Bir pasda sherigimni dabit qilishdi. Kamiga to'rimda ham yana bitta shayton bey paydo bo'ldi. Shashilgan qiz elga yo'lchimasman qolib o'g'il bolalarga ham tushaveradi. Bo'yani o'kib berib qo'ygan yurakchasi bor jigarimiz sheriklar bilan hali ham bitta joydan qimillagani yo'q o'zi ham. 3 ta odam o'ylanib o'tirmasdan menga push qilganda allaqachon yopilib ketgan bo'ladi. Demak, ular push qilmayotganga yarasha o'zim sekin chekkalab qochishga harakat qilaman. O'zi doim shu kerak emas payt kalamchilar paydo bo'ladi. Hammasini kallasiga qulag'im. Baribir jijimiga taslim bo'lmaydi. Zona itarsa ham mayli. Zonani oxiriga ham 15 qadam qoldi. Ish qilib eplab yetosam mayli. Butun mahallamga osh beraman o'zi ham. Afsuski 2 sm qolganda betimiz ko'timizga yopishib qoldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Endi bitta like ham jalka qilmasdan bosib keting.